Iltimos, videoni o'tkazib yubormay, 537-yilga qaytamiz kirib va siz bilan birga tomosha qilamiz. Aya Sofiya yoki Svятая Sofiya. Qurilgan joyi esa Istanbulda, Turkiya. Birinchi bo'lib qurilgan vaqtida bu xristianskiy Saborniy Tserkov bo'lgan. 537-yil pri imperatori Justinian I. Buni qurilishidan maqsad bu главный xristianskiy sabor bo'lishini xohlashgan. Bundan maqsad Vizantiyskiy imperiyani eng katta xristianskiy saborlardan biri bo'lishini xohlashgan. Va bu sabor bularga 1000 yil davomida xizmat qilgan. Undan keyin 1453-yil Konstantinopolda Usmoniylar bosib oladi va uni masjidga aylantirishadi. 1935-yil turetskiy lider Mustafa Kemal Atatürk uni muzeyga aylantiradi. Oradan vaqtlar o'tib 2020-yilga kelib, yana uni qayta tiklab mechitga aylantirishadi va u muzey ham mechit bo'lib qoladi. Men ham shu yerga kelib xufton namozini o'qidim. Keyin shu videoni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Iltimos, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatib boring. Buni hayron qolarli joyi shundaki, o'sha davrda 537-yil qanday qilib insonlar bu darajada konstruksiyani ko'tarib, juda ham bahaybat gumbazli bo'lgan binoni qurib bilishgan. Ozgina qorong'i tushib qolgani uchun ichidagi naqshlari va san'at asari bilan yaratilgan juda ham chiroyli yozuvlar yaxshi syomkaga tushmadi. Hozirgi kunga kelib esa bu yerni ko'p turistlar Yevropalardan, har xil davlatlardan kelib ziyorat qilishadi. Albatta like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.